Biri qarzni yopdi, biri ibodatga ketdi, biri sukutni tanladi. Shou-biznes ortidagi sirli manzaralar. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, video ostiga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Jahon va o'zbek shou-biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Ayni paytda oilasi bilan Dubayda istiqomat qilayotgan xonanda Munisa Rizayeva o'g'li uning hayotini tubdan o'zgartirib yuborgani haqida post joyladi. 10 fevral kuni ko'plab hit qo'shiqlar muallifi taniqli kompozitor Bahodir Nizomov uylandi. Xonanda Ruxshona kuzatuvchilarning savollariga javob berar ekan, sobiq turmush o'rtog'i bilan umuman gaplashmasligi haqida so'zlab berdi. Xonanda Rayhon turmush o'rtog'i Farhod Alimov va egizaklari bilan sayohatga uchib ketdi. Aktrisa Zahro Mirzayeva 2022-yilda sog'lig'i yomonlashib shifoxonaning jonlantirish bo'limiga tushib qolgani hamda ushbu voqeadan so'ng hayotining qadriga yeta boshlagani haqida so'zlab berdi. Turk aktrisasi Maryam Uzerli to'ng'ich farzandli Laraning tug'ilgan kuni munosabati bilan uni tabriklab, samimiy tilaklarni yozib qoldirdi. Vayner Jahongir Xo'jayev ayni paytda Madina shahrida umra amallarini ado etmoqda. Xonanda va aktyor Ali Otajonov to'yining 11 yillik yubileyini nishonlamoqda. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Andijonda xizmat safarida bo'ldi. Safar davomida vazirga ko'plab san'atkorlar hamrohlik qildi. Aholi bilan uchrashuvlardan birida xonanda G'aybulla Tursunov bir oilaning kreditini to'liq qoplab bergani ma'lum qilindi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang.